nima ish qilasiz? Blogerman. Qancha obunachingiz bor? 500 ming. Kam ekani. Eng katta qo'rquvingiz nima? Eng qo'rqadigan narsam afsuslanishim. Hech narsaga afsuslangim kelmayapti. Ichingizda kichkina ovoz trillion dollar berishganda-chi. Bitta reklamam hech kimga ta'sir qilmaydi-ku, o'zimni. Biz shunchaki shu genlarimizda qolib ketgan qabilamizdan qo'rquv deb mana shu ishlarni qilmaymizmi? Yoki ichimizda qanaqadir oliy vijdon degan narsa rostdan ham bormi? Otangiz siz uchun qanday ahamiyatga ega? Men senga ishonishimni yarmida ishonsang, hammasi zo'r bo'lib ketadi deganlar. Wow. Sadul aka. Salomlashish yo'q. Aha, bizda ham salomlashmaymiz. Savolga o'taman. Birinchi savol. Chinakam aka. Rost ekansiz. Qalaysiz? Ozgina tiqilib qoldim. Ishlar chetdan yaxshi ko'rinishi mumkin. O'zi yaxshi, obyektiv qaraganda, lekin ochman, yetishmayapti. Yangi qanaqadir cho'qqilarga erishgim kelyapti, dopamin yetishmayapti. Yangi narsalarni qurgim kelyapti, yangi narsalarga erishgim kelyapti. Lekin hozirgi proyektlar bilan vaqtim va energiyam ketib qolib, tiqilib qolganman ozgina. Nimaga aynan hozir shu payt shunaqa holatdasiz? Chunki ko'p narsa qila olishim mumkin. Ko'p narsa qilishim kerak. 4 yil oldin Texnoplov boshlaganimizda qanaqa shu o'zimni yirtib hamma ishni tashab kechasi bilan ishlaganimda vaqtimni sarflagan bo'lsam, boshida Texnoplovga hozir xuddi shunaqasiga yangi proyektlarga o'zimni yirtib boshidan qurib o'zimni bag'ishlashim kerak-da, lekin hozir Texnoplov o'zi bor, uni yuritish kerak, tam oilalarga mablag' topish kerak, uylanganman. Oilaga ham pul topish kerak, ya'ni. Xo'p. Sadulla Abdullayev kim? Sadulla Abdullayev hayotda bekorga yashab ketishga qo'rqadigan odam. Ya'ni aytaylik, xonada atrofda hech kim yo'qligida Sadulla Abdullayev aynan shunday inson. Ha. Asosiy qo'rquv, har doim aytadigan qo'rquvim, vaqtim kelganda, qariyib, vaqtim kelgan paytida eng qo'rqadigan narsam afsuslanishim. Hech narsaga afsuslangim kelmayapti. Ertalab baxtli uyg'onasizmi? Charchaganmi yoki jahldormi? Charchagan bo'lib uyg'onaman. Ba'zida charchagan bo'lib uyg'onaman, lekin xohlagan paytimda uyg'ona olishimga xursand bo'laman. Nimaga charchagan bo'lib uyg'onasiz? Endi sog'liq. Bu sog'liq bilan bog'liq. Belim og'riydi, havo yaxshi emas, u oddiy narsalar. Unaqa buyuk falsafiy qanaqadir sabablari yo'q bunda. Ya'ni qaysidir ma'noda hozirgi zamonni eng dolzarb muammolaridan biri bo'lsa kerak. Chunki nafaqat yoshlar, hozir kattalarda ham barcha qatlamda menimcha bu masala bor. Umuman olganda to'g'ri uxlash, to'g'ri vaqtda uxlash va to'g'ri uyg'onish ham bu o'ziga yarasha san'at bo'lsa kerak. Oddiy sabab. Hech kimga qiziq bo'lmagan sabab haliga. Xo'p. Ozgina orqaga qaytsak. Aha. Sadulla Abdullayevning yoshligini 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. Borchilik. Ya'ni ota-onam Xudoga shukr hamma narsani qilib qo'yishgan. Hech nimaga muhtoj bo'lmaganman hech qachon. Poyga, ya'ni borchilikda yashagan bo'lsa ham, ota-onam hamma narsaga erishish kerakligini, hech kimdan qolib ketish kerak emasligini va hammadan zo'r, hammadan yaxshi bo'lish kerakligini yoshligimdan biriktirib kelishgan menga. Miyamga tikib kelishgan bu narsani. Shuning uchun yoshligimdan boshlab bosishim kerak, yaxshi o'qishim kerak, yaxshi ish topishim kerak, hammadan yaxshi bo'lishim kerak, uydagilarni ranjitishim kerak emas. Shunga poyga. Uchinchisi gedonizm. Tushunmaganlar uchun. Ya'ni qattiq ishlashdan keyin qattiq dam olish. Iloji boricha sal vaqt paydo bo'ldimi dam olish.
Ya'ni yoshlikdan beri mana shunaqa rejim, shunaqa yo'nalish. Qiziq, qiziq. Hayotingizda siz uchun eng muhim ustoz kim? Muhim ustoz. Hayotimda eng muhim ustoz, mm, hayotimda eng muhim ustoz Feruzxon Yakubxo'jayev bo'lsa kerak. Nima uchun? Chunki ular mana hozirgi paytda o'z-o'zimga boshliqman. Hamma narsam bor. Aytganimdek xohlagan paytimda uyg'onaman. Mhm, Ya'ni o'zimni qanaqadir fundamentni qurib oldim. mhm, Bu fundamentni qurish uchun birinchi imkoniyatni va yo'lni Feruzxon aka Yakubxo'jayev ko'rsatganlar. Agarda ular kelib, "Men senga ishonaman, sen buni asosiy ish sifatida, blogga asosiy ish sifatida yuritib, katta bloger bo'lib keta olasan, yaxshi hayot kechirasan keyin" demaganlarida mhm, hobbi sifatida qolib ketgan bo'lardi. Hozir o'sha ofisda o'tirgan bo'lardim. mhm. Va va Feruz aka mana shu bozorda, marketingda qoidalarni, odam qanaqa o'zini tutish kerakligini va qanday strategiya tuzish kerak ekanligini o'rgatganlar. Ya'ni hayotingizdagi eng muhim qism bu so'nggi aytaylik 5-4 yilda bo'lgan qismi? Ha, Hm, hm. chunki Boshqa emas. undan oldin o'qib, haligi moliyaviy sohada ishlayman deb o'ylab, qattiq harakat qilganman. Mhm, Yaxshi o'qigan harakat qilganman, maksimal bilim olgan harakat qilganman, bankda ishlaganman. Lekin bankda boshlashim bilan bu aslida menga yoqmasligini tushunib yetganman va ana o'sha payt matrisadan qochib ketgani, muvaffaqiyatli qochib ketgani mhm. Feruz aka yordam berganlar va agarda mana shu moment bo'lmaganda edi, hozir umuman hayotim boshqacha bo'lgan bo'lardi. Bilmaganlar uchun Feruz aka bu kim? Feruzxon Yakubxo'jayev O'zbekistondagi eng katta marketologlardan biri. Mhm, O'zlarini ikkita bloglarni yuritadilar. O'zbek tilini juda ham yaxshi bilsalar ham rus tilida yuritadilar, chunki ularga bu qulay. mhm. Наблюдение под ssenariy bilan Feruzbek Daily Instagramda marketolog va shu bilan birgalikda o'zbekistonlik blogerlarga o'zbek tilida kontent yuritgani va blogini ko'targani yordam beradigan odam Mhm. va bir nechta PR agentstvalarning asoschisi. To'g'ri. Yana bir narsani aytishim kerak. Men ham o'zimni blogimni endigina boshlamoqchi bo'lgan paytimda ilk videoyimni aynan shu insonga, ya'ni Feruz akaga ko'rsatganman va maslahatlarini olganman. Mana shu formatga, shu videoga nima deysiz? Qanaqa format deganimda o'zlarining bir qator maslahatlarini berganlar, ko'rganlar. Yaxshi, faqatgina o'sha siz aytganingizdek oldinga o'zbek tilida qadam bosirish kerak. Bozorimiz bo'sh, bozorimizni to'ldirish kerak degan maslahatni berganlar va qaysidir ma'noda o'sha Feruz akani motivatsiyalari ham sababchi bo'lib, hozir mana shu yerda siz bilan birga o'tiribmiz, deb o'ylayman man. Bitta zo'r gap aytganlar, o'sha gap haligacha ham esimda qolgan. Nega bosib yuborganman, ishdan ketib, o'zim uchun hal qilganman shu ishni boshlashimni. Aytganlar, Sa'dulla, agar sen o'zingga men senga ishonishimni yarmida ishonsang, Mhm, hammasi zo'r bo'lib ketadi deganlar. mhm, O, unaqa bo'lsa, nimadir bo'lishi kerak demak deganman. mhm, mhm. Tushunarli. Bu haqida yana gaplashamiz. Hozir bir qiziqarli savol bor. Dunyodagi barcha odamlarga, dunyodagi barcha bolalarga agar bir yagona narsani o'rgatish mumkin bo'lganda, nimani o'rgatgan bo'lardingiz? Dunyodagi barcha bolalarga agarda bitta narsani o'rgata olsam, qo'rqmaslikni o'rgatgani harakat qilgan bo'lardim. Mhm, Ya'ni qo'rquv bu asosiy stop hamma uchun, hamma sohalarda, hamma yo'nalishlarda. Faqatgina qo'rquv deb nimadirlar rivojlanib ketmaydi. mhm, Faqatgina qo'rquv deb qanaqadir yangi geniylar, yangi taraqqiyotchilar, yangi kashfiyotlarni ochadiganlar paydo bo'lmaydi, chunki shu o'xshamasligi mumkin deb qo'rqishadi. Faqat qo'rquv bu fundamental va umumiy stop butun odamzodda. mhm. Va bolalarga qo'rqmasdan hamma narsani sinab ko'rishni o'rgatgan bo'lardim. Yaxshi narsa. O'zingizni eng katta qo'rquvingiz nima?
aytganimdek, hayotda oxirida qilgan ishlarim, qilgan harakatlarim, jamiyatga keltirmoqchi bo'lgan foydam, oilamga keltirmoqchi bo'lgan foydam aslida yetarli emas va ma'nosiz bo'lib chiqishi. Kimdir sizga aytgan va siz hech qachon unuta olmaydigan bir yomon gap, botadigan gap bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa Mana hozir taksida. ancha yillarga eslab oladimi deyman. Kameraga aytmadim bu narsani hali. Ketyapmiz. Nima ish qilasiz? Blogerman. Qancha obunachingiz bor? 500 ming. Kam ekani. Mayli kam bo'lsa, hop. Shunaqa deb hisoblasangiz. Yerga urib kelishdi xullas. Lekin aslida eng botgan gap to'g'risini aytsam, mana bittada kallaga kelmayapti. Chunki men qo'yib yuboradigan odamman bunaqa narsalarni, eslab qolmayman. Gapirdimi, gapirdi. Xafa qilishdi. Hech qachon men kimdir menga nimadirni botirib, xafa qilib gapirgan bo'lsa, uni 100% haqiqatdek qabul qilmayman. Chunki hammaning fikri subyektiv va men haqimda yomon gapirgan odam bu uni subyektiv fikri va 100% haqiqat emas. Shuning uchun miyam foydaliroq narsalar uchun joyi ajratib turadi. Unaqa musor narsalarni yo'q qilib tashlaydi. Yaxshi narsa. Haqiqatan ham yaxshi narsa, chunki agar qaysidir ma'noda shuncha negativni agar barchasini gubka o'xshab qabul qilishni boshlasak, o'zimiz ham xuddi o'sha negativ bilan yashashni boshlaymiz menimcha. Bu narsa menimcha hammani boshida o'tgan yoki o'tadi yoki ko'radi, shunchaki to'g'ri xulosa qilish kerak menimcha xolos. Hech narsa bermaydi. Bu hop xafa qilishdi. Shu bilan yashasangiz, shuni o'ylab yursangiz, bu hech narsa bermaydi. Undan ko'ra boshqa hech qachon siz haqingizda bunaqa narsa gapirmasin deb hayotingizni o'zgartirishingiz kerak. Bo'lmasa qolib ketaverasiz shunaqa narsada. Shunaqa holatda. Sababli tasavvur qiling, agar hozir qo'lingizga oq qog'oz bersam va u oq qog'ozga o'zingizni mental holatingizni chizib bering desam, nimani chizagan bo'lardingiz? Uchburchak. Nimaga? Chunki Maslow piramidasi degan narsa bor. Va hayotim shundan iboratki, Maslow piramidasining cho'qqisiga chiqish va shu bilan birgalikda chiqib bo'lsam, boshqalarni shu piramidadan yuqoriroqqa chiqishga undash. O'shanga har doim hayolimda Maslow piramidasi bor va hattoki qilayotgan kontentimiz ham odamlarga Maslow piramidasida yuqoriroqqa chiqishga yordam berish niyati bilan qilinadi. Tushunarli. Yaxshi javob. Qachondir sizda emotsional tushkunlik holati bo'lganmi? Uzoq muddatga, sezilarli muddatga yoki sezilarli holat. Albatta. Institutni bitirayotgan paytimda, institutga kirayotgan paytimda, o'qiyotgan paytimda, bitirayotgan paytimda haligacha ham hayotdan nima xohlashimni va kim bo'la olishimni aniq bilmas edim. Aniq bilmaganim uchun qo'rqardim. Va aynan mana shu aytganimdek qo'rquv meni boshqa narsalarni sinab ko'rgani yo'l bermagan. Va bu mana shu 4-5 yillik juda ham uzoq qanaqadir depressiya emas, lekin emotsional tushkunlik payti desa bo'ladi. Chunki men kim bo'la olishimni bilmaganman va mana hozir institutni bitiraman, nima qilaman? Nimaga erisha olmayman deb qo'rqib yurganman. Ya'ni qaysidir ma'noda o'z maqsadini, o'z yo'lini topa olmaslikdan qo'rqasiz. O'sha payt. Tasavvur qiling, kimdir, men emas. Oldingizga kelib, o'zingiz bilan o'zingiz o'rtangizdagi munosabatni ifodalab bering bir so'z bilan deb savol berganda, qanday javob bergan bo'lardingiz? Jim bo'lib qolishimizni kesib tashlaysizlar-ku, to'g'rimi? O'ylab o'tirganlarim bor. Yo'q, kesmaysizlar. Yaxshi o'ylash. Yaxshi. O'z-o'zim bilan munosabatim ikki xil odam bor. Bittasi tur tezroq qilish kerak, mashina qilish kerak, buni qilish kerak, boshqasini qilish kerak. Nima qilib o'tiribsan deydigan odam bor. Ikkinchi tarafdagi odam mana bu narsani to'g'rilab olaylik, mana bu joyimni davolab olaylik, mana bitta dam olib olaylik, keyin boshlaymiz deydigan
ikkita qarama-qarshi odam bor Hmm. va ular kurashishadi. Mhm. Aa, ba'zida o'sha dangasa tarafim shunaqa dangasalikni tubiga tushadiki, prokrastinatsiyani shunaqa tubiga tushadiki, o'zidan o'zi nafratlanib ketadi Hmm. va ana o'shandan keyin chaqqon mehnatkash tarafim tepaga olib chiqib ketadi hammasini. Qani bo'ldi, yetadi deb tepaga olib chiqib ketadi. Yaxshi xislat. Zo'r xislat. Chunki boya aytganingizdek, haqiqatan ham yoshligingizdagi xislatlardan biri ekan. Ya'ni qattiq ishlagandan keyin qattiq dam olish. O'sha. O'sha bilan bog'liq bo'lgan yoshlikdan Bor. cho'ntakda bo'lgan xislatlardan biri ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. So'nggi 10 yilda Sa'dulla Abdullayevning qadriyatlari qanchalik o'zgardi? O'zgardi. Mhm. 10 yilda mana aytganimdek institutda o'qigan paytim asosan faqat pul topish kerak. Mhm. Qancha ko'p pul topsam shuncha yaxshi Mhm. va uydagilarim mendan rozi bo'lsin Hmm. degan hissiyot bo'lgan. Mhm. Mani atrofdagilar hurmat qilsin degan hissiyot bo'lgan. Bu o'sha Maslow piramidasida pastroq darajada edi. Keyin vaqt kelib, hali pul bo'lmagan paytda ham texnoplov boshlaganimizda sal-pal ta'sirimizni sezishni boshlaganimizda qadriyatlar umuman boshqa tarafga o'zgarib ketdi. Ya'ni pul muhim emas, baxtli bo'lish muhim. Ya'ni pul kamroq bo'lsa ham yoki pulingizni ishlatib tashlayotgan bo'lsangiz ham baxtli bo'lish uchun ishlatish kerak. Bu birinchidan, ya'ni baxtli bo'lish qanaqa ma'noda? Dunyoqarashni kengaytirish kerak. Bu uchun sayohat qilish kerak. Va undan tashqari qilayotgan ishingiz faqat o'zingiz uchun manfaat emas, shu atrofdagilar uchun manfaat bersa, butun umr rozi bo'lib ketadigan deysiz. Mhm. Chunki mana masalan, agarda 10 yil oldin faqat material narsalar asosida, material nima deydi? Jismoniy narsalar haqida o'ylagan bo'lsam, hozir jismoniy narsani qadriyati umuman tushib ketgan men uchun. Chunki hozir tushunaman, mana 600 million dollarga yaxta olsangiz ham, kema olsangiz ham, bir oy man yaxtam bor deb o'tirasiz. Ikkinchi oy yaxtam zo'ra deb o'tirasiz. Uchinchi oy yaxtingizda yurasiz, lekin shu yaxtingiz qanchalik zo'r, birinchi kunlari sizga qanchalik ko'p xursandchilik olib kelganini esdan chiqadi. Sezmaysiz. Shu yaxtam bor, yaxshi, zo'r deb ba'zida xursand bo'lib turasiz, bo'ldi. Ya'ni jismoniy boyliklar sizga shu baxt ulashishi u cheklangan. Vaqt mobaynida baxtni bermay qo'yadi sizga. Nima deydi? Qoniqtirmay qo'yadi baribir. Agarda atrofdagilarga foyda bersangiz, agarda atrofdagilar siz deb dunyoqarashni o'zgartirib, sal hayoti yaxshilansa, atrofdagi jamiyat yaxshilansa, hech bo'lmasa kichkina atrofingizdagi doira yaxshilansa, va ular sizga agarda minnatdor bo'lsa shu deb, ya'ni aytib turishsa, mana siz deb institutga kirdim, mana siz deb ilm-fanga qiziqishni boshladim, mana siz deb dunyoqarashimni o'zgartirdim, siz deb bolalarimni o'qishga berdim, siz deb bolam o'qishga qiziqib qoldi va shu deb mana shu yoshlarning orasida biz deb ilm-fanga qiziqib, haqiqatdan hayotda qanaqadir o'zgartiradigan insonlar o'sib chiqsa va biz buni ko'rib tursak, bu cheksiz qoniqtirishni olib keladi sizga. Ya'ni hayotingiz tugamaguncha shu narsaga xursand bo'lib yursangiz kerak. Ya'ni miyaga muhrlanadi butunlay. Va o'sha narsadan doimo istalgan paytda maza qilsangiz bo'ladi. Bu ham bir egoizmni bir turi bo'lsa kerak. Bu yerda ham o'zimni o'ylayapman, ya'ni qaysi narsa menga ko'proq baxt olib kelarkin deb aytyapman. Shunchaki jismoniy narsa menga uzoq vaqt mobaynida baxt olib kela olmasligini tushunaman va jamiyat uchun va ilm-fan uchun va odamlar uchun qilayotgan yaxshi ishingiz sizni uzoqroq muddat davomida baxtli qilishini tushunaman xolos. Va men shunchaki mana shu chidamliroq manbani tanlayapman. Ya'ni bu ham qanaqadir egoizm baribir. Bu ham menimcha o'sha odamning o'z maqsadlaridan kelib chiqqan holda baribir tasvirlansa kerak. Qaysidir ma'noda egoizm, qaysidir ma'noda shunchaki maqsadga erishish. O'zini hammaning yo'li o'zgacha. Hammaning yo'li baribir o'sha
farq qiladi. Bir xil bo'lmaydi. Yana bir qiziq savol. Tasavvur qiling, hozir shu yerda yuragingizni shundoqqina sug'urib chiqarsak, Yo'q. Hm. bu sizga nima degan bo'lardi? U menga yaxshiyam oxirgi payt mani ko'p eshityapsan degan bo'lardi. Hm. To'g'ri maslahatlar beryapti u. Hm? Chunki shu aytganimdek oxirgi 5 yil Hm. rostdan ham Hm. yuragimni eshityapman. Yuragim xohlagan ishni qilyapman. Mhm. Shunchaki tanlagan ishimni keyin tashlab qo'ymayapman va natijada yuragim xohlagan ish yaxshi ish bo'lib chiqyapti. Mhm. Atrofdagilarni eshitmasdan yuragimni eshitayotganim uchun uyam quvonadi shekilli, o'zim ham quvonaman. Hozir siz uchun eng kerakli narsa bu nima? Tinch bo'lish, ya'ni tinch qaysi ma'noda? Xavotir olmaslik hech narsaga. Hm. Ya'ni uydagilarimni rozi qilib qo'yganman, oilam ta'minlangan, ishim yaxshi ketyapti, odamlarga foyda keltiryapman. Qilayotgan ishimning ma'nosi bor Hm. va bundan moliyaviy ham, mental manfaat ham ko'ryapman. Ya'ni hech qanaqa zaif joyim bo'lmasa bo'ldi. Shu tinch bo'laman. Ya'ni nima deydi? Garmoniya deydi-ku rus tilida. Mana shu. Siz haligacha javobini topa olmagan savol bormi? Albatta. Judayam ko'p aslida. Biz ilm-fanni targ'ibot qilganimiz uchun ommabop ko'rinishda bizning savollarimiz judayam ko'p. Biz javob bera olmaydigan. Mhm. Qora tuynukka ichida nima bor, ichiga kirib ketsa nima bo'ladi? Oq tuynukdan boshqa galaktikada paydo bo'lib qolamizmi? Parallel dunyoga o'tib qolamizmi degan savollardan boshlab o'zimizning ichimizda yaqinda mana video qiluvdik. Videoda savol beryapman. Siz tasavvur qiling, noqonuniy narsani necha pulga reklama qilgan tayyor bo'lar edingiz? Mhm. Katta ehtimol bilan sizga shu savolni bersam, siz hech qanaqa pulga rozi bo'lmayman deysiz. Mhm. Lekin aslida ichingizda kichkina ovoz kallangizni uzoq bir burchagidan jaranglab, voy, trillion dollar berishganda-chi. Mhm. Bitta reklamam hech kimga ta'sir qilmaydi-ku, o'zimni bunaqa pullarni yo'qotib qo'yib, rozi bo'lib ketmaymanmi mabodo deydigan kichkina ovoz paydo bo'ladi. Mhm. Chunki siz bilmaysiz hech qachon yoningizga trillion dollar qo'yib qo'ysangiz rozi bo'lib ketishingiz mumkin. Mhm. Va savol, mana bizani yaxshi tarbiyalashgan, nima yaxshi, nima yomon ekanligini tushuntirishgan bizga. Mhm. Juda ham yaxshi tushuntirishgan. Oq-qoraga ham bo'lib qo'yishgan. Nega baribir mana shu ovoz bor? Nega baribir noqonuniy yo'l bilan bo'lsa ham, noto'g'ri yo'l bilan bo'lsa ham, oson foydani ko'rganimizda ichimizda mana shu ovozcha uyg'onib qolib, ichimizda kurash boshlanadi. Bu bizni qanaqadir tabiiy hislatimizmi yoki nima? Yoki masalan, ilk odamlarda vijdon degan ijtimoiy tushuncha bo'lmagan-ku. Mhm. Falsafa bo'lmagan. Ilk odamlar shu ovqat Tirik yeyish, tirik qolish shu bilan band bo'lgan. Lekin u yerda ham masalan agarda noto'g'ri ish qilib qo'ysangiz, qabila sizni jazolagan. Mhm. Kimnidir o'ldirib qo'ysangiz, sizni o'ldirishar edi. Kimnidir narsasini olib qo'ysangiz, urib tashlashar edi. Jazolashardi. Ya'ni noto'g'ri ish qilsangiz, unga qarshi mexanizm bo'lgan. Bu qabilani tirik qolishi va xavfsiz bo'lishiga javob bergan. Mhm. Va mana shu mexanizm rivojlanib, sekin-sekin vijdonga aylanib ketgan. Vijdon degan ijtimoiy tushunchaga. Va mana shu yerda savol. Biz mana shu oson foydani ko'rib qolayotganimizda, noto'g'ri yo'l bilan bo'lsa ham, biz shunchaki shu genlarimizda qolib ketgan qabilamizdan qo'rquv deb mana shu ishlarni qilmaymizmi? Yoki ichimizda qanaqadir oliy vijdon degan narsa rostdan ham bormi? Mana shunaqa savol bor. Juda o'ylantiradigan savollar sizni qiziqtirar ekan to'g'risi. Agar tasavvur qilaylik, ilmiy,
ommabop, ilm-fandan uzoqlashsak, o'zingizni ichingizda, o'zingizni hayotingiz bilan bog'liq bo'lgan mana shunday savol bormi? Ya'ni aytaylik, kundalik hayotingiz bilan bog'liq bo'lgan yoki shunchaki o'sha ichingizdagi men bilan bog'liq bo'lgan. Bitta savol bor, Mhm. lekin men unga xotinim bilan, ayolim bilan birgalikda taxminan 3 oy, 4 oy oldin javob berib qo'ydik. Javob Hmm. topdik. Hmm. Ya'ni, biz baxtlimizmi? Mhm. Mundoq qaraysiz, baxtlisiz. Mundoq qaraysiz, ushib qolgan kuninglar, qiyin kunlari baxtli emassizlar. Mhm. Nima u baxtli bo'lish? Mana masalan, odamlar baxtli bo'lishsin deyishadi-ku. Bu degani ular har kuni, har sekund, har daqiqa ichida baxtli bo'lib yurish kerakmi? Mhm. Qanaqa tushuncha u? Va mana shunaqa ijtimoiy konstruktorlar deb, shunaqa ijtimoiy tushunchalar deb, siz ham o'zingizga savol berasiz. Men baxtlimanmi, yo'qmi? Mhm. Yoki baxtli kunlarim bilan baxtsiz bo'lgan kunlarimni koeffitsient bo'yicha solishtirib hal qilib olishim kerakmi? Protsent bo'yicha qaysingiz ko'proq deb. Yo'q. Aslida biz javobni topdik. O'zimizga qaytanga subyektiv javobimiz. Baxtli bo'lish bu sizni baxtli qiladigan omillarni iloji boricha har kuni ko'proq yig'iverish. Hmm. Ya'ni mana masalan, kimdadir ularni baxtli qiladigan omillar kam bo'lishi mumkin. Va shu deb ular bir sutkani ichida yoki bir oy ichida baxtli bo'lishdan ko'ra ko'proq baxtsiz bo'lishadi. Mhm. Va o'ylaymanki, oddiy odam shu baxt qulayotgan paytida u mana shu uni baxtli qiladigan omillarni iloji boricha ko'proq qilish kerak va oilasi bilan ham ularni baxtli qiladigan omillarni iloji boricha ko'proq qilish kerak-da. Va shu deb A, B, C, D jismlarga yoki omillarga sakrab, iloji boricha har bir daqiqada baxtli bo'lib yurgani harakat qilish kerak. Hmm. Ya'ni baxt bu shunchaki bitta nuqtada to'xtab qolib, bitta odamlar qanaqadir permanent baxtga ega bo'lish emas. Chunki bilamiz, real hayot unaqa emas, unaqa bo'lmaydi. Baxt bu mana shu sizni qoniqtiradigan omillarni, nafaqat jismoniy, mental omillarni ham, emotsional omillarni ham iloji boricha ko'paytirish. Mhm. Yaxshi javob bo'ldi. Yaxshi javob bo'ldi. O'ylantiradigan javob. Haqiqatan ham. Endi mana aynan shu nuqtada biroz chalg'imiz. Yaponiyaliklar tomonidan o'ylab topilgan Kokology degan test bor. Bilasiz? Kokology. Kokology. Eshitganmisiz? Yo'q. Hozir qilib ko'ramiz. Biroz siz bilan birga. Xullas, Kokology testi bu boya aytganimdek insonni ichidan kimligini qaysidir ma'noda aniqlab beradigan va insonni o'ziga ko'rsatib beradigan testlardan biri. Juda oson test. Bu uchun shunchaki hozir ko'zingizni yumishingiz kerak va aytgan Ko'zimni narsalarni yumishim kerak. ko'zingizni yuming va aytgan narsalarimni tasavvur qiling. Boshlaymiz, a? Endi tasavvur qiling. Kimsasiz, hech narsasiz orolda uyg'ondingiz. Atrofda hech nima yo'q. Sizda qanday 3 ta emotsiya bo'lardi? Qo'rquv, tozalik, ya'ni tabiat, havoni tozaligi. Bu emotsiyaga kirmasa kerak. Boshqa narsani aytishim kerak, to'g'rimi? Bemalol. Am, Nimani his qilsangiz o'shani gapiring. Bo'lmasam qo'rquv, tabiatni tozaligi, uchinchisi dilemma. Mhm. Ya'ni shu yerda qolib ketaymi yoki qochgani harakat qilaymi? Tushunarli. Zo'r. Keyin siz shu orol bo'ylab ketyapsiz. Ko'zing orol bo'ylab ketyapsiz. Va qutini ko'rib qoldingiz. Bu quti qanchalik katta? Mana Shunchagina xolos. shundoq. Tushunarli. Nimadan qilingan bu quti? Qop-qora haligi fanera sifat. Mhm. Mhm. Faneradan qilingan. Endi bu qutini ochdingiz va ichida nimani ko'ryapsiz?
cupcake, haligi kichkina pirojnoy bo'ladi-ku. Mhm. Aha. Keks deylik. Ha. Keks, a? Xo'p. Endi tasavvur qiling, yana yurdingiz. Mhm. Yuryapsiz va daraxtga Ha, yedimmi, yemadimmi? yemadingiz. Endi unisini yana hal qilamiz. Aha. Qo'yib turavering qutini. Aha. Yana yurdingiz, yuryapsiz va daraxtga suyaltirilgan narvonni ko'rib qoldingiz. U qanchalik uzun? Mana daraxt mana bundoq bo'lsa, Mhm. mana palma barglari mana bundoq, 80%gacha balandligi. Mhm. Uzungina, uzungina. Taxminan bir Uzungina. 20 metrcha bor ekan. Uzungina. Yo'q, Kalta palma emas. baland emas. O'zi palmani o'zi bir 15 metr. Mhm. O'shanga 10 metr narvon ekan. где-то 12 metr shunaqa. Tushunarli, tushunarli. Bu narvonga chiqsangiz, u qimirlaydimi yoki joyida turadimi? Qimirlaydi. Xo'p. Keyin yana yo'lingizda davom etyapsiz va yo'lbarsni ko'rib qoldingiz. O'sha holatda nima qilasiz? To'xtab qoldim. Ko'ziga qarab turibman. Qochmayapman. Zo'r. Yana yuryapsiz, yurishda davom etyapsiz. Bemalol ekan-a? Bemalol, bemalol yuryapsiz va ko'lni, oroldagi kichkinagina ko'lni ko'rdingiz. Nima qilasiz? Hillab ko'raman. Agarda tozalik hidi kelsa, balki nima deydi? Qandaydir usul bilan tekshirib ko'rgan harakat qilaman, ichsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Tushunarli. Ko'zingiz oching. Endi aynan shu savollarni javoblarini interpretatsiyasini sizga hozir sekin-astalik bilan o'qib berishni boshlayman. Xo'p, oroldagi 3 ta emotsiya hozir hayotingiz qanday ekanini ko'rsatadi. Mhm. Bu qo'rquv, bu dilemma va Mhm. bu qaysidir ma'noda tozalikdan quvonish. Mhm. Shunaqa deylik. Mhm. Qo'rquv, dilemma, tozalikdan Yaxshi, quvonish. yaxshi. Bor. Xo'p, quti bu sizni yuragingiz. Mhm. Kichkina emas, lekin katta ham emas, o'rtacha. Uni ichida nima borligi bu yuragingiz ichida nima borligi. Ovqat bor ekan. Qorinni to'yg'azish bor ekan. Yurak ichida. U lekin anaqa yeyiladigan keks emas edi. Haligi bo'ladi-ku, chiroyli keksda ishlasangiz baribir mazali bo'lmaydi-ku. Anu qotgan nonroq ozgina. U shunchaki chiroyli. Tushunarli. Lekin yegan bo'lmasdim. Xo'p, quti nimadan qilingani siz qanday insonligingizni ko'rsatadi. Agar u temirdan bo'lsa, demak siz yopiq insonsiz. Agar u organik narsadan, ya'ni boya aytganingizdek faneradan qilingan bo'lsa, demak siz ochiq insonsiz. Mhm. Yaxshi. Narvon bu hayotdagi insonlar bilan munosabatlaringizni ko'rsatadi. U o'rtacha, uzun emas, kalta ham emas, 12 metr, o'rtacha. Ya'ni munosabatlaringiz ham xuddi shunaqa, ya'ni yaqin ham emas, uzoq ham emas, aksariyat insonlar bilan demoqchiman. O'rtacha Mhm. qabul qilish. Va uni qimirlashmasligi ham xuddi shunaqa. Ya'ni qimirlayapti dedingiz, ya'ni orada bir qimirlab insonni uzoqlashtirish juda ham mumkin, yaqinlashtirish ham mumkin. Bor, O'rtadagi bor. insonni qaysidir ma'noda uni Yaqin qilayotgan borish. ishlaridan yaqin olishingiz ham bor, uzoqlashtirib yuborishingiz ham bor. Bor. Xo'p, yo'lbars bu hayotingizda muammolarni qanday qarshi olishingiz. Ya'ni qochmadingiz, tik ko'z bilan muammolarga qaradingiz. Mhm. Bu ham yomon emas. Bor. Va ko'l bu sevgi, muhabbatni bildiradi. Ya'ni muhabbatni shunchaki qabul qilib ish tashlamas ekansiz. Avval tekshirib. Avval tekshirish. Ha. Men masalan, Qidlash. tanish bilishchilik orqali erga tegib ketishadi-ku, uylanib ketishadi. Ya'ni ota-onasi tanishtirdi, bo'ldi, demak uylanar ekanmiz degan narsaga juda ham qarshiman. Gaplashib, bir-biringlar bilan munosabatinglarni tekshirib, bir-biringlarga to'g'ri kelasizlarmi yo'qmi? Yaxshigina tanib olib, bir-biringlarni keyin uylanish. Qanchalik to'g'ri keldi bu test? Necha foizga deydi? 89%. Qiziq. Bu testni yaponiyalik psixologlar ancha yillar avval o'ylab topishgan. Juda ko'p insonlarda test qilishadi, hali hanuz buni turli xil yo'llari bor va ular ham shu narsani bildirishadiki, bu psixologiyada, ya'ni yapon psixologiyasida juda muhim narsa ekan. Aynan shu narsa. U insonni haqiqatan ham ich-ichidan nimani xohlashini, nima bilan yashashini ko'rsatib bera olar ekan. Zo'r, ishladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, endi savoliga qaytamiz. Muhabbat, sevgi siz uchun nima?
aynan hozirgi paytda. Chunki bilamiz, muhabbat o'zgaradi. Paytdan paytga, davrdan davrga. Am, hech nimani kutmasdan berish. Hmm. Ya'ni, a, hech nimani kutmasdan boringni berish. Shu. Haqiqiysi mana shu. Ayolingiz siz uchun qanday ahamiyatga ega? Juda katta. Ya'ni, a, uylanishimdan oldin ham, hayotim mobaynida agarda kimgadir uylansam, birinchidan juda ko'p o'ylab, tanlab, faqat menga hamma kriteriyalarim bo'yicha, menga maksimal mos keladigan odamni xotin qilib olaman deb yurganman. Shu uchun mani 20 yoshimdan beri uylantirgan harakat qilishgan. 28 yoshimda uylanganman. 27 yoshimda. Am, va man masalan atrofimdagi odamlar baxtli bo'lmasa, men ham baxtli bo'lmayman. Ishxonada ham, uyda ham agarda atrofimda hamma to'q, baxtli, muhabbatga ega bo'lmasa, men bu narsani juda ham yaxshi sezaman, juda ham chuqur sezaman, o'tkir sezaman va o'zim ham baxtli bo'la olmayman. O'shanga uydagilarimni ham, xotinimni ham maksimal tarzda baxtli qilgan harakat qilaman. Aks holda men o'zim baxtli bo'lmayman. Siz va Laziza o'rtangizdagi muhabbatni qanday ifodalagan bo'lardingiz? Millionlab odamlarni orasida bu mo'jiza biza bir-birimizni topganimiz. Ya'ni millionlab odamlar orasida shuncha odamlarni ko'rganman, taniyman, uchrashuvlarga ham chiqqanman, nechta uchrashuvga chiqqanman. Haligi masalan institutda ham o'qiyotgan paytingizda baribir atrofdagilarni ko'rasiz. Chet elda o'qiganman. Hech qachon hech kimni mana shu odamlar butun umr yashab keta olaman, mana shu odamdan qo'rqmayman, mana shu odam men bilan oxirigacha bora oladi deganim yo'q. Layzani uchratishimdan oldin. Va u ham xuddi shunday. Va dunyoqarashlarimiz juda ham bir xil ko'pincha. 75% bir xil dunyoqarashimiz. Siyosatga, dunyoga, bolalarni qanday o'stirishga va odam qanaqa bo'lishi kerakligi bo'yicha, qadriyatlar bo'yicha asosan hammasi bir xil. Va men sal ajralib turganman har doim. Boshqacha kontent, boshqacha kitoblarni o'qiganim uchun o'zbek maktabida o'qiganman. Sal dunyoqarashim boshqacha edi, qadriyatlarimiz boshqacha edi. Sinfdoshlar bilan institutda ham shunaqa edi. Va menga o'xshab dunyoqarashga ega odamni uchratishim qiyin bo'lgan. Ayniqsa, mana masalan shu mani oilamga to'g'ri keladigan oiladan. Va bir-birimizni uchratib qolganimiz bu haqiqatdan mo'jiza. Oldin bunaqa qizni baribir topmaysan deyishar edi. Hozir hayron bo'lishadi. Voy, rostdan bir ham o'xshaysizlar bir-biringlarga deyishadi. Hammaga ham emas. Hammaga ham emas. Oilangizda siz nimadirni o'zgartirmoqchi bo'lgan narsangiz bormi? Ko'proq gaplashsa yaxshi bo'lardi. Masalan, endi hamma ishda ayam ham ishlaydilar, adam ham uyda hozircha ishlaydilar, kenayim ishlaydilar, akam ishlaydilar, Laziza ishlaydi, men ishlayman. Va hammamizning grafikimiz har xil. Shunchaki ular bilan ko'proq vaqt o'tkazganni xohlagan bo'lardim. O'zingizni kuchli insonman deb o'ylaysizmi? Ha. Nimaga? O'z testni aniqlay olganingiz kabi, agarda muammolar duch kelsa, men bilmayman qaysi muammoni oldida sina olishimni. Ya'ni qanaqa
chuqur joyga tushib ketmasam ham, qaysi tubga tushib ketmasam ham, iloji boricha qaytib chiqqanga harakat qilaman. Mhm. Qancha odam menga qarshi bo'lmasin, turib berganini harakat qilaman. Mhm. Men o'zimni qobiliyatlarimni chegarasini bilmayman haligacha ham. Mhm. Haligacha ham nima meni sindirishini bilmayman. Lekin hozirgi paytda mana shunaqa muammoni o'zimga tasavvur qila olmayapmanmi? Demak, ko'p narsaga tayyorman. Super kuchingiz nimada? Super kuchim. Super kuchim atrofdagilarga to'g'rimizda hali judayam ko'p yo'llar bor ekanligini ko'rsata olishim. Ya'ni yaxshiyamki hayotimda mana shunaqa voqea bo'libdi. Ya'ni o'zimni o'zim matrisadan chiqara oldim. Qolganlarni ba'zida agarda o'zimni ilhomim kelib qolsa, ilhomlantirib tashlayman. Ya'ni qaysidir ma'noda motivatsiya berish, Ha, to'g'ri yo'naltirish. ha. Aynan mana shu aytganimdek, bolalarga qo'rqmaslikni o'rgatishni xohlagan bo'lardim deyapman. Ba'zida agarda uzoq gaplashib qolsak, bu kimlar o'zim bilmay qolgan tarzda motivatsiya berib yuboraman. Ya'ni qo'rqish kerak emasligini har xil yo'llar bilan tushuntirib. Zo'r. Menimcha har bir insonga, har bir jamoaga shunday inson kerak. Chunki boya aytganingizdek, har doim ham inson yuqori kayfiyatda, yuqori motivatsiyada bo'lavermaydi. Agar kimdir u insonga o'sha sanga ishonayotganimni yarmini ko'rsata olsang, zo'r bo'lib ketasan deydigan inson bo'lsa, menimcha haqiqatan ham yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Shu, Oddiy so'z bilan ham. shunaqa. Tushunarli. Shu kungacha hayotingizdagi eng baxtli kuningiz qaysi? Bunaqa kunlar odatda ko'p bo'ladi, lekin baribir ajralib turadiganlari bor. Ko'p. Ko'p. Endi katta miqyosli tuyulmasa ham, ota-onam har safar quvonishsa, meni qaysidir qilgan ishim deb yoki qaysidir qilgan ishim deb faxrlanishsa, u meni shu kichkina mini baxtli kunlarim. Undan tashqari to'yim. Chunki bu shunchaki to'y emas, bu rostdan ham mana shu odamni topa oldim. Shu narsani o'z hayotimda mahkamlab oldim, fiksatsiya qilib qo'ydim. Mana shu kun to'yimiz, shuning uchun ham super baxtli va shu bilan birgalikda bonus sifatida ota-onamni ko'zida ham baxtni ko'rganman. Shunga faqat baxtga to'lgan kun bu. Va mana masalan, agarda kichkinaroq narsalar, agarda qaysidir yaxshi video chiqarsak, masalan, Higgs bozoni yoki koinotni chegarasi, AES, tam neft qayerdan paydo bo'ladi. Xullas, katta videolarimiz shu birinchi marta ko'rayotgan odamni dunyoqarashini rostdan ham o'zgartirishi kerak bo'lgan mavzular. Yoki masalan, hayotimizga biriktirilgan matematika, mana shunaqa mavzularni olib chiqqanimizda izohlarni o'qiymiz va odamlar rostdan voy, miyam portlab ketdi, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi, dunyoqarashlarim o'zgarib ketdi. Siz deb o'qishga kirdim, siz deb mana shu narsalaringizni bilib, 5 ga yopdim fanlarimni deydigan odamlarni o'qiyotgan paytimizda juda ham baxtli bo'lamiz. Juda ham quvonamiz. Ya'ni boya aytganingizdek, qaysidir insonlarga manfaat olib kela olsangiz, o'sha sizga huzur beradi. O'sha yaxta emas, balki mana shu. Tushunarli. Eng baxtsiz kun? Yaqinlarni yo'qotgan kunlarim. Dodam. Men bilan birga o'sgan Zevs laqabli alabayim bo'lgan. Juda ham yaxshi ko'rardim.
Mhm. Shundoq qo'limda uxlab qolgan. Am, dodam bu yaqinda bo'lgan narsa, lekin kichkina bo'lgan paytimda buvalarim, boshqa dodam, onam taraflaridan ular judayam kichkina paytimda o'tib qolganlar. Am, shu boshqa narsa hayolim kelmayapti, to'g'risini aytsam. Agar dodangizga hozirni o'zida xat yozish mumkin bo'lganda, u yerda nima deb yozgan bo'lardingiz? Dodalarimga yozgan Mhm. bo'lardim. Chunki birinchi dodam shu kichkinaligimda o'tib qolganlar, lekin ular akademik, geolog, professor bo'lganlar va Muruntau oltin konni ham ular ochganlar. Va ular nomlariga anaqa karbidni bir turi Hamrabayevit bor. Va xullas ilm fan uchun juda ham katta hissa qo'shganlar va ular men uchun namuna. Mhm. Ikkinchi dodam ham xuddi shunaqa. Va ular shu men uchun qanaqadir oliy namuna bo'lib qolib ketishgan va agarda iloji bo'lganda edi, ular hozirgi mana holatimizni ko'rishmagan. Nima deysizlar? Faxrlanasizlarmi? Sizlarga shu o'qiyotgan ishim yoqqan bo'larmidi deb so'ragan bo'lardim. Va eslatma sifatida, postskriptum sifatida shu sizlar men uchun doim namuna bo'lgansizlar. Yozib yuborgan bo'lardim. Otangiz siz uchun qanday ahamiyatga egalar? Juda katta ahamiyatga egalar. Onam bizani akam bilan erkalatganlar. Yumshoq bo'lganlar. Xohlagan shu narsamizni olib berganlar, qilib berganlar, sharoit qilib berganlar. Judayam katta sevgi ko'rsatganlar. Adamiz shu bu hayotda mahkam bo'lishni, umuman nolimasdan nima bo'lsa ham shu tishga qo'yib hal qilishni o'rgatganlar. Ya'ni bu tarafdan mehr olganmiz, bu tarafdan muammolarni yechish, qattiq bo'lish, muammolarga nisbatan va istalgan narsani nolimasdan yechish kerak ekanligini olganmiz. Natijada men bilan akam shu nima deydi? Разносторонний nima bo'lardi? Ko'p qirrali. Ko'p qirrali bo'lib o'sib chiqqanmiz. Va men bu narsaga juda ham minnatdorman. Agarda mendan so'rashganda edi, o'zgartirgan bo'larmidingiz ota-onangizni munosabatini, xarakterini? Yo'q. Ular deb biz akam bilan mana hozir shunaqamiz. Onangiz siz uchun qanday ahamiyatga ega? Juda ham katta, maksimal katta. Chunki aytganimdek, ona sevgisi boshqacha sevgi va shu mehribonlikka eng katta, eng haqiqiy, eng samimiy manbasi doim onam bo'lganlar va onam meni diplomat bo'lishni o'rgatganlar. Ya'ni o'z nuqtai nazariyangizni oldinga itaverasiz, lekin shu bilan birgalikda gaplashib, tinch holatda ya'ni aqlli bo'lishni o'rgatganlar. Va shu bilan birgalikda shu tugamas tugamas haligi oxiri yo'q mehribonlik manbai yana bir marta va menda ham xuddi shunday. Ya'ni onamga bo'lgan sevgim, hurmatim, mehrim u ham cheksiz. Ya'ni buni tasvirlab ham bo'lmaydi. Oilangiz haqida so'z borganda bir savolni bermoqchiman shaxsan o'zim. Bankda ishlab yurgan paytingizda va blogingga
qaysidir ma'noda ko'chayotgan paytingizda bilishim bo'yicha oilangizdagilar, ayniqsa otangiz qarshi borishgan. Hamma qarshi bo'lgan. O'sha paytlarni bir ta'riflab bersangiz va qarshiliklarga qaramasdan qanday qilib aynan shu yo'lga kirishga qaror qilgansiz? Am, Sahnani tasavvur qiling. Markaziy bankda ishlayapman. O'zi o'tga kirish qiyin. Shuncha yil o'qiganman shu sohada, iqtisodiyot sohasida. Birdaniga 1 yil ishlab, ishdan ketyapman-da, nega ketyapsan deb so'rashsa, bloger bo'laman deyapman. Albatta, hammani bunga munosabati juda ham skeptik bo'lgan. Va albatta hamma jinnimisan, nima qilyapsan, ahmoq bo'lmagin, nima qilasan bu bilan, nimaga erishasan bu bilan deb nafaqat uydagilarim, o'rtoqlarim ham shunaqa degan, ishxonadagilar ham shunaqa degan, hamma. Faqatgina 3-4 ta odam qo'llab-quvvatlagan. Va juda ham qiyin bo'lgan, chunki ular o'ylaganki, men o'zimning hayotimni buzib tashlamayman deb o'ylashgan. Albatta, chunki ularni paytida bunday patternlar, bunday tizimlar, bunday keyslar bo'lmagan. Lekin men yosh avlod vakili sifatida zamon o'zgarganligini juda ham yaxshi sezib turganman. Ketgan paytim qilayotgan ishing fuflo, qilayotgan ishing fignya, hech nimaga erisha olmaysan bu bilan. Kech bo'lmasdan qaytib bordim. 2 yil mobaynida shunaqa deyishgan. Ayniqsa birinchi kunlari pul yo'q tagimda, o'zimni shaxsiy pulim yo'q. To'g'ri, men uyda yashayman, uydagilarim bilan ovqat bor. Muhtoj joyim yo'q, lekin o'zimni shaxsiy pulim yo'q. Va 1,5 yil, 2 yil mobaynida pul kelmagan, chunki endi o'sishni boshlaganmiz. Va qiladigan ishimiz faqatgina shu kontent chiqarib yotimiz. Boshida albatta juda ham kam odam ko'rgan, juda ham kam obunachilar bo'lgan, noldan boshlaganmiz. O'syapmiz va asosiysi shunchaki shu Fariz bilan birgalikda shunday mahkamgina bir-birimizni qo'llab-quvvatlab sinish kerak emas, chidaymiz, bosish kerak deb bosaverganmiz kontentni, qilaverganmiz, chiqaraverganmiz, sifatni oshiraverganmiz. Va birdaniga bir kuni bum etib 10,000 ta ko'rishlar paydo bo'lgan. Bu o'sha payt biz uchun shok bo'lgan. Voy, nima bo'lyapti? Mashhur bo'lib ketdik deb qo'rqib ketganmiz. U payt ham boshqa blogerlarga qarab, voy, qachon biz 10,000 ta obunachiga ega bo'lar ekanmiz, voy, 50,000 ga qachon borar ekanmiz deb orzu qilib o'tirganmiz. Keyin birdaniga nimadir bo'ldi-yu, kuniga 1000 ta odam qo'shilishni boshladi kanalga. 1,5 yilmi shunaqa davom etdi-da. 3 oymi? 3 oy shunaqa davom etdi. Har kuni stabil holatda 1000 ta odam qo'shilib ketyapti. Qo'shilayotgan bir paytda sekin bir kuni uyga kelsam, uyda mehmonlar bor edi. Adam haligi mehmonlarga, "Ana o'g'limiz keldi. Haligi Toshkentdagi eng katta haligi texnoblogerlardan biri, eng zo'r texnoblogerlardan biri" deb maqtayaptilar birinchi marta. O'sha payt sezib qolaman, holat o'zgaryapti. Adam ham obunachilarim qatoriga kiritdilar. Holat o'zgaryapti. Bular nimadirni sezishni boshladi. Darsinlashni boshladi. O'sha payt hop, rahmat, yaxshi deb chiqib ketganman. Va u payt lekin haligacha pul yo'q edi. Birdaniga 31 dekabr kuni yangi yilda mo'jiza sifatida menga telefon qilishyapti. Sa'dulla, 20 ta videoga integratsiya reklama sotdik. Wow! U o'sha payt ham hozir ayniqsa baribir kichkina pul edi, lekin u qanaqadir pul bo'lganda, ya'ni bekorga qilmayapmiz, pul topsa bo'ladi, pul topish imkoniyati bor. Kelajakda yana qanaqadir mayda pulga yashab tursak bo'ladi. Shunaqa qilib oyiga 3 millionmi topar edik, lekin kontent yaratish uchun fundamentimiz yanda ham mahkamlashib ketdi-da. Shtampovka boshlandi. Kontent chiqarib yotimiz.
Mana shu kontraktda 20 ta videoni yopganimizdan keyin u paytda reklama beradigan kompaniyalar soni shu ko'payib ketib, stabil holatga kelib qoldi. Ya'ni stabil holatda reklamamiz bor. Mhm. Va obunachilarimiz soni o'syaptimi, narxni ham ko'tarsa bo'ladi. Narx ko'targanimiz uchun Instagramni ham yuritishni boshladik. Narx ko'targanimiz uchun uje allaqachon bundoq bemalol yashash uchun, moliyaviy ozodlikni his qilish uchun yetarli bo'lgan mablag' paydo bo'lishni boshladi. Va ana o'shandan keyin jamoani kengaytirdik, oylikli to'laydigan bo'ldik jamoaga. Va uyda hozirgi paytda umuman, ya'ni hech qanaqa e'tiroz, adam qaytangi, mana masalan AES haqida yaqinda chiqardik. Mhm. Shu katta proyektlar, muhim narsalarni tushuntirib berayotganimiz uchun ovozlarda faxr sezyapman. Bu men uchun juda ham qadrli narsa. Mhm. Akam ham, ayam ham, ya'ni qilayotgan ishimdan ular rozi, yoqyapti ularga. Va o'zimni eplayotganimni ko'rishayotgani uchun ham ular xotirjam va birdaniga qaysidir payt qanaqadir garmoniya paydo bo'lib qoldi. O'sha aytganimdek, bir kuni men shu ko'chaga chiqib, men baxtliman deb Hmm. o'zimga o'zim aytdim. Zo'r. Zo'r. Otangiz bir so'z bilan, Qattiq qo'l, onangiz bir so'z bilan, mehribon, o'zingiz bir so'z bilan, pragmatik, ayolingiz bir so'z bilan. shirin. So'nggi savol. 10 ballik tizimda necha ballga baxtlisiz? Bundoq hozir ichimda indikator din 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 qilyapti hozir. Din 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 bo'lib to'xtaydi hozir qayerdadir. Mhm. Xayolimga 7 kelyapti. 8 bo'lish uchun nima qilish kerak? 8 bo'lish uchun yana bir marta oldingiga o'xshab odamlarga mendan foyda tegayotganini o'z ko'zim bilan ko'rib, sezib yorishim kerak. Chunki hozirgi paytda biz texno obzorlardan ilmiy ommabopga juda ham birdaniga qayiltirib olganimiz uchun algoritmlar ozgina bizani tushunmay qoldida, prosmotrlar tushib ketdi va biz juda ham ko'p mehnat qilib chiqaradigan videolarimiz, rostdan ham juda ham foydali bo'lishi mumkin bo'lgan videolarimizni hech bo'lmasa masalan 500 ming, million yig'ish kerak bunaqa videolar, men subyektiv fikrlashim bo'yicha. Ular shu sal ozgina hozirgi paytda kam yig'yapti-da, 200 ming, 150 ming. Bu biz uchun kam. Va albatta mehnat uchun sal alam qilasiz. Alam qiladi odam. Lekin tushkunlikka tushayotganimiz yo'q. Chunki bilamiz, YouTube shunaqa narsa, boshqa kuni birdaniga oshib ketadi. Shu eski videolar ham birdaniga ko'rilib ketadi va undan tashqari balki yaqinda agar hammasi yaxshi bo'lsa, televizorga beramiz Texnoklov. Rahmat. Intervyu tugadi. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Rahmat.